Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan IDC test kitobidan 2 va undan yuqori darajali tenglamalar sistemasi mavzusini boshlaymiz. Buning birinchi testini ko'rib chiqamiz. Birinchi savoldan boshladik. Tenglamalar sistemasidan x plus y ning qiymatini topishimiz kerak ekan. Biz birinchi tenglikdan x ni qavsdan tashqariga chiqarsak, x ni kubi minus 3y barobar 10 bo'lar ekan. X ko'paytirilgan x kub minus 3y ikkinchi tengligimizda berilgan 5 ga teng barobar 10. Bundan x ni 2 ekanligi kelib chiqar ekan. X ni o'rniga 2 qo'ysak, 2 ni kubi 8 minus 3y barobar 5. Bundan 3y barobar 3. Y ni o'zi 1 ga teng bo'lar ekan. X bilan y ning yig'indisi 2 ga 1 ni qo'shamiz, 3 bo'lar ekan. Javob D bo'ldi. Ikkinchi savol. Mana shu tenglamalar sistemasidan x minus y ning qiymatini topishimiz kerak ekan. Demak, bundan birinchi tenglikdan x kvadrat barobar 16y, ikkinchi tenglikdan esa y kvadrat teng 2x ekanligi kelib chiqar ekan. Xo'sh, demak, bunga ko'ra pastni kvadratiga ko'taraylik. Y ni 4-darajasi barobar 4x kvadrat bo'lar ekan. Y ni 4-si barobar 4 ko'paytirilgan x kvadratning o'rniga 16y qo'yamiz. Ko'paytirsak y ni 4-si barobar 64y ga. Demak, ikkala tarafni y ga bo'lib yuboramiz. Y 0 bo'lishi mumkin emas mahrajda turganligi uchun. Y ga bo'lib yuborsak, y ning kubi barobar 64. Bundan y teng 4 chiqar ekan. Y imiz 4 bo'lsa, bu yerga qo'ysak, 4 ning kvadrati 16 barobar 2x. Bundan x teng 8 chiqar ekan. X 8 bo'ldi, y 4 bo'ldi. X dan y ni ayirsak, 8 dan 4 ni ayiramiz, 4 chiqar ekan. Javob C bo'ldi. Uchinchi, demak, tenglamalar sistemasi yechimlarini ko'rsating demoqda. Demak, tepadan x plus y barobar 10 turaversin, pastda esa x kvadrat minus 2xy qilib olib o'tamiz. Plus y kvadrat barobar 16. Tepasida x plus y barobar 10, pastda esa x minus y ning kvadrati barobar 16. Kvadrat 16 bo'lishi uchun x minus y imiz yo 4 bo'lishi kerak yoki minus 4 bo'lishi kerak. Yig'indisi esa o'zgarmas 10 ga teng. Demak, yig'indisi baribir 10 ga teng bo'laveradi. Ayirmasi ikki xil variant bo'lishi mumkin. Demak, birinchisidan, birinchi tenglamalar sistemasidan qo'shib yuborsak, 2x barobar 14 bo'lib, x barobar 7 bo'lar ekan. Yig'indisi 10 bo'lishi uchun y barobar 3 bo'lishi kerak. 7 yu 3 yechim. Ikkinchisini qo'shib yuborsak, 2x barobar 10 ga minus 4 ni qo'shamiz, 6, x barobar 3 ekan. Yig'indisi 10 bo'lishi uchun y barobar 7 ekan. Demak, 7 yu 3 hamda 3 yu 7 degan yechim bo'lishi kerak. Javobimiz C bo'ldi. To'rtinchi savol. Mana shu tenglamalar sistemasining manfiy yechimlari x0, y0 bo'lsa, 2x0 plus y0 ning qiymatini topishimiz kerak ekan. Demak, tepadan x ni topadigan bo'lsak, x imiz 4 plus y ga teng bo'lar ekan. Yo y ni topgan ham ma'qulmikin? Y topaveraylik tepadan. Tepadan y ni topsak, x minus 4 ga teng bo'lar ekan. Pastdagi y o'rniga o'shani qo'yamiz. X kvadrat qo'shilgan 3 ko'paytirilgan y o'rniga x minus 4 barobar 28. Qavsni ochsak, x kvadrat plus 3x minus 12 minus 28 barobar 0. Demak, x kvadrat plus 3x minus 40 barobar 0 bo'lmoqda. Demak, ildizlar yig'indisi minus 3, ko'paytmasi minus 40 bo'lsa, demak, bizda minus 8 bilan 5 ildizlari ekan. Bizga manfiy yechimlari kerak. Demak, 5 ni emas, minus 8 ni qabul qilamiz. X imiz minus 8 bo'ldi. Y imiz esa minus 8 minus 4, ya'ni minus 12 ga teng bo'lar ekan. Ushbu ifodani qiymatini topishimiz kerak. X imiz minus 8 bo'lsa, ikkitasi minus 16, y esa minus 12, ikkalasi minus 28 bo'lar ekan. Javob B bo'ldi. Beshinchi savol. Tenglamalar sistemasi nechta haqiqiy yechimga ega demoqda? Pastdagi tenglikdan foydalansak, ko'paytma 0 bo'lishi uchun yo birinchi qavsimiz yo ikkinchi qavsimiz 0 bo'lishi kerak. Dastlab birinchi qavsni 0 ga tenglab ko'raylik. X plus 5 0 bo'lsin. Bundan x barobar minus 5. Y ni topish uchun bu yerga minus 5 qo'ysak, minus 5y kvadrat barobar 100. Y kvadrat barobar minus 20 bo'lsa, demak, biror soni kvadrati manfiy qiymat qabul qilmaydi. Bu holatda yechim yo'q ekan. B holatimiz ikkinchi qavs 0 bo'lsin, ya'ni y minus 1 0 bo'lsin. Bundan y
1 bo'lar ekan. O'rniga 1 qo'ysak, x ko'paytirilgan 1 ning kvadrati barobar 100. Bundan x barobar 100 chiqar ekan. Bu bo'lishi mumkin. Demak, 100 bilan 1 tenglamalar sistemamizning yechimi. Nechta haqiqiy yechimga ega demoqda? Bitta haqiqiy yechimga ega 101 degan. Demak, 6-savolga o'tamiz. ABC ning manfiy qiymatini topishimiz kerak ekan. Biz uchalasini bir-biriga ko'paytirib yuborsak, AB ko'paytirilgan BC ko'paytirilgan AC barobar 12 ko'paytirilgan 24 ko'paytiruv 16. Soddalashtirsak A kvadrat B kvadrat C kvadrat barobar 12 ko'paytirilgan 24 ko'paytirilgan 16 bo'ldi. Ildiz olsak ABC barobar plus minus ildizosida 12 24 ni 12 kere 2 deb olaylik, ko'paytirilgan 16. Bundan ABC'ni topadigan bo'lsak, plus minus ikkala 12 dan bitta 12 chiqdi, 16 dan 4 chiqdi, ichkarida 2 qolmoqda. Demak, ABC barobar plus minus 48 ildizosida 2. Manfiy qiymati deganligi uchun faqatgina minusni olamiz. Minus 48 ildizosida 2 javob B bo'ldi. 7-savol. Ushbu tenglamalar sistemasini yechimi bo'ladigan x lardan kichigini topishimiz kerak ekan. Bizga x kerak, demak bu yerdan y ni topsak, 3y barobar 4 minus x bo'lar ekan. Bu yerga o'rniga qo'yamiz. X kvadrat minus 3y qo'shilgan 9y kvadratning o'rniga 3y ning kvadrati barobar 1. X kvadrat minus 3y qo'shilgan 3y ning o'rniga bu yerdan 4 minus x qo'yamiz. Kvadrati barobar 1 ga. Kvadratga oshirsak, x kvadrat minus 3y qo'shilgan 16 minus 8y plus x kvadrat 1 ni ham olib o'tdik, teng 0. 2x kvadrat minus 11y qo'shilgan 15 barobar 0 bo'lar ekan. Diskriminant 121 minus 4ac. Hisoblasak 120 bo'lsa 1 ga teng bo'lar ekan. Bundan x1 barobar x lardan kichigi kerak ekan. Kichigi esa ayirmasini olamiz. Demak, ildizlardan birinchisi 11 minus diskriminantning ildizi taqsim 2a, ya'ni 4 ga teng. Ayirsak 10 taqsim 4, 2 ga qisqartirsak 5 taqsim 2 bo'lar ekan. Javobimiz C bo'ldi. Davom etamiz. 8-savol. Tenglamalar sistemasining yechimlari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan demoqda. Demak, ko'paytmasidan foydalansak, ko'paytmasi minus 12 ekanligidan y ni topib olsak, minus 12 taqsim x bo'lar ekan. Bu y o'rniga o'shani qo'ysak, x kvadrat qo'shilgan y kvadrat minus 12 taqsim x ni kvadratga oshirsak, 144 taqsim x kvadrat barobar 25 bo'ldi. Buni x kvadratga ko'paytirib yuborsak, x ni 4-si qo'shilgan 144 barobar 25 x kvadrat. Chap tomonga olib o'tsak, x4 minus 25x kvadrat plus 144 barobar 0. Bu b kvadrat tenglama. X kvadratni t bilan belgilasak, t kvadrat minus 25t qo'shilgan 144 barobar 0. Buni diskriminant orqali hisoblasak ham bo'ladi yoki Viet teoremasiga ko'ra yig'indisi 25, ko'paytmasi 144 bo'lgan sonlarni topsak ham bo'ladi. Bu bizda 4 bilan yo'q, 4 emas, 16 bilan ildizi keyin 4 bo'ladi. Demak, 16 bilan 9 degan sonlar ekan. Qo'shsak 25, ko'paytirsak 144 chiqadigan sonlar. T deb x kvadratni aytganmiz. X kvadratimiz 16 ga teng bo'lishi uchun ximiz plus minus 4 bo'lishi kerak. X kvadratimiz 9 ga teng bo'lishi uchun ximiz plus minus 3 bo'lishi kerak va shunga mos y larni topamiz. Y ni topishimiz uchun minus 12 ni x ga bo'lishimiz kerak. Demak, minus 12 ni plus minus 4 ga bo'lganimizda 12 ni 4 ga bo'lamiz, 3 chiqadi. Faqat ishora minus bo'lganligi uchun 10 ni almashib qoladi. Ya'ni minus plus 3 chiqib qoladi. Va bunda ham x ni plus minus 3 deganimizda minus 12 ni x ga bo'lsak, y'imiz oldidagi minus hisobiga minus plus ishora almashib qoladi. 4 bo'ladi 12 ni 3 ga bo'lsak. Demak, plus minus 4 minus plus 3 degani bizda javob C bo'lar ekan. Demak, davom etamiz. 9-savol. Buni o'chiramiz. Tenglamalar sistemasidan y kvadrat minus x kvadratning qiymatini toping demoqda. Demak, uning uchun bu ikkalasidan x ni qavsdan tashqariga chiqarsam, x plus y qo'shilgan 3x barobar 45 bo'lsa, ildizlar yig'indisi 12 ga teng edi. X bilan y ning yig'indisi 12 ga teng.
12 qo'ysak 12x qo'shilgan 3x barobar 45. Demak 15x 45 bo'lsa x 3 bo'lar ekan. Yig'indisi 12 bo'lishi uchun y'imiz 9 bo'lishi kerak. Bizdan kvadratlar ayirmasini topish talab etildi. Y'ning kvadrati 81, x ning kvadrati 9 ayirsak 72 chiqar ekan. Javob B bo'ldi. 10-savol tenglamali sistemasining barcha yechimlari yig'indisini toping demoqda. Demak, bu yerdan y ni topib olsak, 4 plus x bo'lar ekan. Pastdagi y o'rniga o'shani qo'yamiz. X kvadrat, y kvadrat. Y o'rniga 4 plus x qo'ysak, kvadrati 16 plus 8x plus x kvadrat bo'lar ekan. 26 ni minus qilib olib o'tsak barobar 0. Bundan 2x kvadrat plus 8x minus 10 barobar 0. 2 ga bo'lib yuborsak, x kvadrat plus 4x minus 5 barobar 0 bo'lmoqda. Bundan birinchi ildizi minus 5, ikkinchi ildizi 1 ga teng chiqar ekan. Shunga mos y'larni topadigan bo'lsak, y birimiz, y ni topishimiz uchun 4 ga x ni qo'shishimiz kerak. 4 ga minus 5 ni qo'shsak minus 1 bo'lar ekan. 4 ga 1 ni qo'shsak 5 bo'lar ekan. Ildizlari yig'indisi. Barcha ildizlarni qo'shganimizda minus 1 bilan plus 1, minus 5 bilan plus 5 0 ga aylanib natija 0 chiqar ekan. Davom etamiz. 11-savol. Tenglamalar sistemasidan y taqsim x ni topishimiz kerak ekan. Uning uchun shunchaki tepadagi tenglikni nisbat qilib bo'lib yuboramiz. Pastdagi tenglikka teng 12 taqsim minus 18. Chap tomonda x bilan y ga qisqartirib yuborsak, ya'ni x y ga qisqartirsak, tepada y, pastda x qolar ekan. Teng minus 6 ga qisqartirsak 2 taqsim 3 bo'ldi. Minus 2 taqsim 3 javobimiz D bo'ldi. 12-savol tenglamalar sistemasidan y minus x ning qiymatini toping demoqda. Uning uchun tenglamalar sistemasida yuqoridan pastni ayirib yuborsak, bizda x kub minus 3x kvadrat y, bu minusimiz oldidagi minus bilan plus bo'ldi. 3x y kvadrat, yuqorida minus y kub barobar 76 dan 49 dan ayirsak 27 chiqar ekan. Chap tomondagi bu ifoda bu x minus y ning kubi bo'ladi barobar 27. Kub ildiz olsak x minus y barobar 3 ekan. Bizdan y minus x so'ralgan, demak u minus 3 bo'ladi. Javob B bo'ldi. Davom etamiz. 13-savol tenglamalar sistemasidan x y ning qiymatini toping demoqda. Demak, mana bu formuladan foydalanamiz. X kub minus y kub uchun x minus y ning kubi plus 3xy ko'paytirilgan x minus y degan tenglik o'rinli bo'lar edi. Mana shundan foydalansak, demak, kublari ayirmasi 54 barobar ayirmasi 3 ga teng 3 ning kubi qo'shilgan 3xy ko'paytirilgan ayirmasi yana 3 ga teng. Demak, 54 barobar 27 qo'shilgan 9xy. Bundan 27 chap tomonga o'tib ketsa 27 qolar ekan. 54 dan 27 ni ayirsak barobar 9xy. Bundan xy ni topsak 3 ga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz C bo'ldi. Davom etamiz. Demak, 14-savol. Tenglamalar sistemasi yechimi bo'ladigan barcha y'lar yig'indisini toping demoqda. Y'larni topishimiz kerak. Shuning uchun tepadan x ni topib olsak 3 plus 2y bo'ladi. Pastdagi x lar o'rniga 3 plus 2y qo'yamiz. Demak, 3 plus 2y ning kvadrati minus x o'rniga yana 3 plus 2y qo'yamiz. Ko'paytirilgan y bo'ldi bu yerda. Oxiri plus y kvadrat. 21 ni minus qilib olib o'tdik barobar 0. Kvadratga oshirsak 9 plus 12y plus 4y kvadrat. Ayrilgan 3 ni ko'paytirsak 3y, 2y ni ko'paytirsak 2y kvadrat plus y kvadrat minus 21 barobar 0. Soddalashtirsak, demak 2y kvadrat bu bilan 3y kvadrat bo'lar ekan. Y'larimiz plus 9y bo'ldi. Sonlarimiz esa 9 dan 21 ni ayirsak, demak minus 12 bo'ldi barobar 0. 3 ga bo'lib yuborsak y kvadrat plus 3y minus 4 barobar 0. Y'lar yig'indisi so'ralgan v7 teoremasidan foydalanib qo'yaveramiz. Yig'indisi minus 3 ga teng bo'lar ekan. Javobimiz B bo'ldi. 14 bo'pti. 15-savolga yetib kelibmiz. Tenglamalar sistemasidan x y ning qiymatini toping demoqda. Dastlab ikkala sistemani bir-biriga qo'shib yuborsak, x kvadrat plus y kvadrat plus 2xy barobar 25 bo'lar ekan. Bundan x plus y ning kvadrati teng 25, x plus y barobar 5 bo'lsa, bundan
birinchi tenglikdan x ni qasddan tashqari chiqarsak, x plus y barobar 10. X ko'paytirilgan yig'indisini o'rniga 5 qo'ysak barobar 10. Bundan x barobar 2 chiqar ekan. Yig'indisi 5 bo'lish uchun y barobar 3 chiqar ekan. Bizdan ko'paytmasi so'ralgan. X ni y ga ko'paytirsak 2 kere 3 6 bo'lar ekan. Javob D bo'ldi. Bu yerda kvadrat yana 5 bo'lish uchun x plus y emas minus 5 bo'lishi ham mumkin. U holatda ildizlari ham manfiy, ya'ni minus 2 bilan minus 3 bo'ladi, lekin ko'paytmasi baribir 6 ga teng bo'laveradi. Javobimiz o'zgarmaydi. Javob D bo'ldi. 16-savol. Tenglamalar sistemasidan x minus y ning modulini topishimiz kerak ekan. Uning uchun x minus y ning modulini ildiz ostida x kvadrat minus 2x y plus y kvadrat deb olsak, bu degani ildiz ostida x kvadrat plus y kvadratning o'rniga x plus y ning kvadrati minus 2xy desak, bu yerda yana minus 2xy turibdi. U bilan birgalashib bu 4ta xy bo'ldi. O'rniga qo'yamiz. Ildizlar x bilan y ning yig'indisi 8 ga teng, minus ko'paytmasi 13 ga teng. Buni hisoblab qo'yamiz. Demak, 8 ning kvadrati 64 ayrilgan 4 kere 13 26 52 bo'lar ekan. Ayirsak ildiz ostida 12 bo'ldi. Buni 4 kere 3 desak, 4 dan 2 chiqadi, ichkarida 3 qoladi. Javobimiz B bo'ldi. 17-savol. Mana shu tenglama teng 0 bo'lsa, x minus y qiymatini toping. Dastlab modul ostida x minus 10 ni o'zini yozamiz qo'shilgan. Bu ifoda esa x minus 2y ning kvadrati barobar 0. Biror sonning moduli albatta musbat bo'ladi, manfiy qiymat qabul qilmaydi. Biror sonning kvadrati ham manfiy qiymat qabul qilmaydi. Demak, ikkalasi ham musbat. Ikkita musbat sonning yig'indisi 0 bo'lishi mumkin emas. Yagona variant birinchi modulimiz ham 0 ga teng bo'lsin, ikkinchi qavsimiz ham 0 ga teng bo'lsa, shundagina yig'indisi 0 bo'lishi mumkin. Birinchi tenglikka ko'ra x barobar 10, ikkinchi tenglikka ko'ra 10 minus 2y barobar 0 bo'lsa, y barobar 5 bo'lar ekan. Bizdan x minus y ni toping degan. X'imiz 10 bo'ldi, y'imiz 5 bo'ldi. Ayirsak 5 bo'lib C javob chiqar ekan. 18-savol. Ikki sonning ayirmasi 20 ga teng. A bilan B desak, A bilan B ni ayirmasi 20 ga teng. Kvadratlarning ayirmasi 600 ga teng. A kvadrat minus B kvadrat 600 ga teng. Bu sonlardan kichigini toping demoqda. Ikkinchi tenglikdan A minus B kere A plus B deb olsak barobar 600 ga. A minus B o'rniga 20 qo'ysak, A plus B barobar 600. 20 ni bo'lib yuborsak, A plus B barobar 30 chiqar ekan. Va A minus B ning 20 ekanligi bizga ma'lum edi. Bizdan kichkinasi topish talab etilyapti. Demak, ikkalasini ayirib yuborsak, A'lar ayriladi, B'lar 2 ta bo'lib qolib teng 10 bo'lsa, B teng 5 chiqar ekan. Yig'indisi 30 bo'lish uchun A'imiz 25 chiqadi. Bu sonlardan kichkinasi 5 ga teng ekan. Javob A bo'ldi. 19-savol. Mana shu tenglamalar sistemasining yechimlari orasidan manfiy y ni ko'rsating demoqda. Manfiy y ni topishimiz kerak ekan. Xo'sh, tepadan x kvadratni topadigan bo'lsak, 64 minus y kvadrat bo'ladi. Pastdagi x kvadratning o'rniga o'shani qo'ysak, 64 minus y kvadrat plus y barobar 8. Barchasini o'ng tomonga olib o'tsak, bu yoqqa y kvadrat bo'lib o'tadi, y minus y bo'lib o'tadi. 64 ayrilsa minus 72 56 ekan. 8 dan 64 ayiramiz, 56 bo'lar ekan, barobar 0 bo'ldi. Demak, yig'indisi 1, ko'paytmasi minus 56 bo'ladigan sonlar 8 bilan minus 7 ekan. Bizdan manfiy y ni ko'rsatishimiz kerak edi. Javob minus 7 bo'lar ekan. C javob bo'ldi. 20-savol. Tenglamalar sistemasini yeching demoqda. Tenglamalar sistemasini yechishimiz uchun tepadan y ni topib olsak, bu 24 taqsim x ga teng bo'lar ekan. Demak, o'rniga qo'ysak, pastda x kvadrat minus y kvadrat. Y o'rniga 24 taqsim x qo'ysak, kvadrati 576 taqsim x kvadrat barobar 20 ga. X kvadratga ko'paytirib yuboramiz. X ni 4-si minus 576 ni o'zi mahraj qisqarib ketdi, barobar 20 x kvadrat. Chap tomonga olib o'tsak, x4 minus 20 x kvadrat minus 576 barobar 0 bo'ldi. X kvadratni t bilan belgilaymiz va b kvadrat tenglamani yechamiz. T kvadrat minus 20t
minus 576 barobar 0 bo'lmoqda. Demak, diskriminant qilaylik. 20 ning kvadrati 400 minus 4 a s manfiy ekan, demak bu plus bo'lib ketib 576. Ko'paytirsak 400 qo'shilgan 2304 qo'shsak 2704 bo'lib, bu 52 ning kvadrati bo'lar ekan. Demak, T1 20 qo'shilgan diskriminantning ildizi taqsim 2a bo'lib, demak 72 ni 2 bilamiz 36 ekan. T2 esa 20 ayrilgan 52 taqsim 2 bo'lsa, minus 32 ni 2 bilamiz minus 16 ekan. Endi t deb x kvadratni aytganmiz. Biror sonning kvadrati manfiy qiymat qabul qilmaydi, faqatgina bundan foydalanamiz. Ya'ni x kvadratning 36 bo'lsa, x imiz plus minus 6 ga teng. Y ni topadigan bo'lsak, y ni topishimiz uchun y topganmidik? Ha, 24 taqsim x ga teng ekan. 24 ni x ga bo'lishimiz kerak. X imiz plus minus 6 bo'lsa, y imiz 24 ni 6 ga bo'lganda plus minusi bilan 4 chiqar ekan. Plus minus 6 plus minus 4 javobimiz C bo'lar ekan.